Men qaynonaman deb o'zimni anaqaga qo'ymaganman-da. Uyda uni undan ham chiroyli ayol kutayotgan bo'lsin. Men o'shanda kelinlarimni har doim chiroyli bo'lib yurishga, pazanda bo'lishga, ha degandan mana deb sakrab turadigan, nima deydi, chaqqon kelin bo'lishga har doim tayyorlab kelaman. Eng baxtsiz ayol kim desa, ichgan odamni ayoli derdim. Men-da o'shanda qo'shnilarimiz kulgan. Erini ahvoli bu bo'lsa, alkash bo'lsa, uyini qarab o'tirishini, tomidan suv o'tib yotibdi. Shu savolni ko'p beradi. Bizlar chidamaymiz. Bitta navaraga dod devoramiz. Siz qanaqa qilib 6 ta navaraga chidaysiz? Ularning vijdoni qiynaladi. Shularda ham minchagina bo'lsa ham vijdon bor-da. Harakat qiladi, bo'ldi buvijon, boshqa qo'limga telefon ushlamayman. O'g'limni bir kun bittasi shunaqa so'kdi, sochini buzib qo'ygan uchun. O'g'lim tushunmagandan rahmat deb turibdi-da. Siz Yulduz Usmonovaga o'xshaysiz, opa, sizga yetadimi yo'qmi bu narsani? Biz sizni mana shuni o'xshatdik deganlar ham endi ko'p bo'ladi. Balkim shu Yulduz Usmonovaga havas qilganimdandir, balkim mana shu qo'shiqlarni eshitgandir, mana shu qo'shiqlar ham ta'sir qiladi hayot davomida. O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayapman. Hali ham tanlamadingmi? Men tanladim. Nima? Registon maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Bor qaynonalar ko'plar mana shu kelinga bir bilmayman, dushmanga qaragandek qarashadi-da. Endi meni qanchalik qaynona bo'lib kelinlarimga anaqa qilganim bilmayman-ku, lekin kelinlarim bilan sansirab, xuddi o'zim bolam bilan gaplashganda gaplashaman. Vaqti kelsa o'shalarni ham quchoqlab erkalayman-da men. Chunki bilmayman, o'zimga yaqin olganman men. Vaqti kelsa urushaman. Mana shu narsani men birinchi kundan kelin bo'lib kelgandan aytaman. Meni uyimda nima kerak bo'lsa, meni o'zimga ayt. Men orqadan eshitmay. To'g'ri gapirsang, men to'g'ri qabul qilaman. Unga nima kerak bo'lsa, men uni keragidan ortig'ini qilib bersam qilib beraman. Bir joyga boradigan bo'lsa, borgisi kelsa, so'raydi. O'g'limdan birinchi so'raydi, keyin mendan so'raydi yoki mendan birinchi so'raydi yoki keyin so'raydi o'g'limdan. U bizda birinchi, ikkinchi degan narsa yo'q-da. Borgisi keldimi bir joyga, men o'zim jo'nataman, bor. Bolalarni olib qolaman hammasini. O'zing borib bemalol aylanib kelgin. Onasinikiga, opachasinikiga borishi mumkin. Bolalar bilasiz, gapni gapga qo'shmaydi, borgan joyda tinch o'tirmaydi. O'shaning uchun o'zim olib qolishga harakat qilaman. Men qaynonaman deb o'zimni anaqaga qo'ymaganman-da. Bo'ladi, uyqusi keladi, bir xil payt kech turadi. U narsalar men uchun problema emas. Uxlaversin. Nima deydi? Gap so'z, qo'ni-qo'shnini gapi degan narsalarga men e'tibor qilmayman. Men o'zim xohlagan kiyimni kiygizdiraman kelinlarimga, zamoniga yarasha. Chunki kelinlarimga ham pravo berganman, mashina haydaydi. O'zimga o'xshab mana shu sartaroshlik, manikur, pedikurga o'qitganman, har doim aytaman. Ideal ayol bo'linglar. Meni o'g'lim shu svetoforga to'xtaganda ikkita yonida ayol kishi, hozirgi zamonda bilasiz. Svetoforga to'xtasangiz, rulda hamma joyda ayol kishi. Ikkita tomoniga qaraganda chiroyli ayol o'tirgan bo'lishi mumkin. Uyda uni undan ham chiroyli ayol kutayotgan bo'lsin. Men o'shanda kelinlarimni har doim chiroyli bo'lib yurishga, pazanda bo'lishga, ha degandan mana deb sakrab turadigan, nima deydi, chaqqon kelin bo'lishga har doim tayyorlab kelaman. Men uchun uydagi tarbiya eshikdan tashqarida qoladi. Meni uyimga kirganda meni qolipimga tushish kerak. Asl kelinlik davringiz qanaqa bo'lgan? Men u davrlarni faqat sandiqqa solib qo'yganman-da, esdalik uchun. Har zamon eslab qo'yaman. Nima uchun? O'sha xotiralar qachondir odamga asqotadi-da. Bir yomonni, bir yaxshini ko'rganda o'tgan zamonni odam eslagisi kelib qoladi. U davrda men eslashni ham xohlamayman. Umrim davomida faqat shu ichkilik. Eng baxtsiz ayol kim desa, ichgan odamni ayoli derdi. Mana shu yo'q, u davrlarni eslashni xohlamayman. O'sha vaziyatdan bolalarimni qutqargan ayolman. Endi mayli shu o'rinda aytib o'taman, ayollarimiz
qiyinchilik bo'lsin, kambag'al bo'lsin, eri ichadigan bo'lsin, qarab turish kerak emas. Farzandlarni taqdiri uchun ayol kishi harakat qilish kerak. O'sha ichadigan odamni ham odam qilishingiz mumkin agar odam bo'lsa. Agar odam bo'lmasa, ayol kishi 3 ta farzandmi, 5 ta farzandmi, uni ham o'sha jarlikda qoldirmaslik kerak deb o'ylayman. Men shunchalik harakat qilganman. Meni bolalarim hali kelajakda zo'r sartarosh bo'ladi. Meni bolalarim chet ellarda ishlaydi deganman-da. O'shanda qo'shnilarimiz kulgan. Erini ahvoli bu bo'lsa, alkash bo'lsa, uyini qarab o'tirishini, tomidan suv o'tib yotibdi. Buni ham tomi ketyapti, bunaqa orzu qilyapti deganlar kecha yaqinda menga o'zlari aytib qoldi. Biz shunaqa fikrlardik, lekin siz yorib chiqdingiz. Mayli, men qishloq joyda o'sganman, qishloq joyga kelin bo'lganman. Lekin qarab o'tirmadim men. Shu darajagacha bolalarimni olib keldim. Mashhur insonlarning sochini oladi chet ellarda. Yevropada ishlaydi, Shvetsiyada, Dubayda ishladi, Litvada hozir mana. Zo'r o'zini kasbini ustasi. Lekin shu darajaga yetkazdim. Faqat orzu bilan yashaganman. Faqat orzu bilan. Hamma so'raydi-da mendan, hayotingizni aytib bering deydi. O'sha payt aytardim-da men, hali meni shunday vaqti keladi, kimdir men haqimda she'r yozadi derdim. Kecha yaqinda bir juda ham yaxshi shoiramiz she'r yozgan, shunaqa zo'r yozgan, meni hayotimni ko'rib qo'yganday yozgan. Hali kitob chiqaraman derdim, chunki men uni sizga aytib berib, uni tugata olmaysiz. Hali vaqti keladi, balkim kitobim ham chiqar. Kitobning nomini-ku hali o'ylab ko'rganim yo'q. Lekin chiqadi. Qachondir chiqadi kitob. Taxminiy bo'lsa ham. Bu kitobni lekin shunaqa ayollar o'qiydi. Chunki qanchalik oilada ayol kishi hamma narsaga yengil qaramasligi, sabrni ortida, farzandlarni tarbiyasini ortida nima borligini ko'radigan kitob bo'ladi. Meni Yulduz Usmonova qutqargan desam ham bo'ladi-da. Siqilgan vaqtlarim, mana shu hayotda juda ham qiynalgan vaqtlarim, qop ko'tarib yurar ayollar degan qo'shig'ini qayta-qayta eshitardim. Mendan boshqalar ham qiynalgan-ku, bekorga chiqmagan-ku bu qo'shiq. Hali menga ham bir kun quyosh chiqadi deb faqat Yulduzning qo'shig'ini eshitardim. Mana shu Yulduz Usmonovani haligacha yuragida o'ti borligi uchun haligacha hurmat qilaman. Bilmadim, shu Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari bilan men kuch oldim desam ham bo'ladi. Meni ko'p videolarimda mana shu qaddingni tik tut ayolning qo'shig'ini ko'p qo'yaman, juda ham. O'sha 1 minutlik videolarimga faqat shu Yulduzning shu qo'shig'ini qo'yaman, lekin meni obunachilarim shu qo'shiq sizga yozilgan deb, даже Tomaris ayolam deb nom qo'ydi hammasi. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Qanchalik uddalayman, vaqt ko'rsatadi. Siz inson sifatida qaysi xatolarni kechira olmaysiz? Yolg'onni kechira olmayman. Kechirish mumkin bo'lgan narsa men farzandlarim uchun. Farzandlarimni xatosi men uchun borinkani eng yomon xatoni qilsin, baribir kechiraman. Farzandlarim orqasidan kelinlarimni ham kechiraman. Hali yana 3-kelin hali tushgani yo'q. 2 ta kelinim ko'nglimdagidek hammasini kechiraman. Chunki u kechirmaslik eng yomon narsa. Hammamiz ham xato qilganmiz. Biz ham kelinligimizda xato qilganmiz. Siz bugun o'shani rag'batlantirib qo'ying xato qilsa. Bolajonim deb bag'ringizga bosing. O'sha qilgan ishidan o'zi uyaladi. Qilmaslikka harakat qiladi. Eng katta muvaffaqiyatim mana shu 3 ta farzandimni odamlar havas qiladigan darajada tarbiya qilganim deb o'ylayman. Meni bolalarim 8 yil oldin shu Dubayda ishlab boshladi. Nima uchun men Dubayga qildim? Ularni birinchi jo'natdim. Pasportni olib jo'natdim-da. Qarang, shu narsaga to'xtalib o'taman. Dubayni odamlari juda ham kaprizni. Bitta joy agar soqol qiyshiq bo'lsa, sizni ustingizdan yozib yuborishini eshitganman-da. O'sha joyga tashaganman bolalarimni. Men bolalarimni o'sha jarlikka itarib, o'zi tirmashib chiqishini yaxshi ko'raman-da. Dubayga tashaganman. Uchalasi ham Dubayda ishlagan. Qiynalib ham tilini, ingliz tilini
rivojlantirdi, ham ishini zo'r qildi. O'shanda menga eng zo'r duxiy, al-xayol duxiysini o'g'lim sovg'a qildi. Mana hozir 8 yildirki o'sha duxiy, faqat o'sha duxiyni ishlataman. Haligacha bolalarim Yevropada bo'lsa ham Dubaydan menga zakaz qildirib olib keldiradi. Bu ham men uchun bir baxt. Nimagaki, shunchalik meni bolalarim onajon duxiyingiz qancha qoldi? Hoy, hali bor desam ham ko'rsating. Shu bitta yoki yarimta qolgandan zakaz qilib olib keldirib beradi. O'sha duxiyni yaxshi ko'raman. Baxtli ayol deganda sabrli ayollarni men baxtli ayol deb o'ylayman. Baxtli ayol farzandlarini baxtini o'ylaydigan ayol men uchun baxtli ayol. Endi bo'ladi-yu. Hammamiz ham farzandni yaxshi ko'ramiz. Endi o'g'il bola meniki balkim tushunmasdirman, lekin qiz bolani turmushiga aralashmasdan, mana shu sani ro'zg'oring deb qiz bolani o'sha uyga tashab eshigini yopib chiqib ketadigan onalarni men hurmat qilaman. O'shanaqa ayollar baxtli ayollar deb o'ylayman. Chunki farzand qiz bola birovni anaqasi mulki olib borib topshirasiz. O'sha joyda o'nib o'sib ketish uchun biz onalar sababchi bo'lamizda. O'shaning uchun bilmadim. Mana shu 4 ta qiz navaramni Xudo umr bersa shunday tarbiya qilmoqchiman. O'tgan 1 yil davomida hayotingizdan unuta olmaydigan saboq yoki voqea bormi? Mana shu 1 yil ichida hali ham ozgina davom etib kelyapti. 1 yil ichida. Men yechim topa olmayapman. O'zimni nima shaxsiy yechim topishga harakat qilyapman. Xudo xolasa yechim topilib qoladi. Har bir narsaning yechimi bor. Bor. Siz uchun yechim bo'lmaydigan narsa nima? Yechim bo'lmaydigan narsa bu sog'lik. Agar sog'ligingiz bo'lmasa, uni ham pulingiz bo'lsa davolashingiz, davosi topilmaydigan, davosi yo'q dardni yechimi yo'q deb o'ylayman. Agar sog'ligingiz bo'lsa, qolgan muammolarni yechimini topsa bo'ladi. 10 yildan keyin o'zingizda, farzandlaringizda, nabiralaringizda qanaqa tasavvur qilasiz? Yaxshi savol bo'ldi. Endi 10 yildan keyin men shu farzandlarim biri qiz chiqargan, biri o'g'il uylantirgan yoki endi uylantirmoqchi yoki turmushga bermoqchi bo'lib turgan ostonada bo'lsa, men shuni ko'rsam xursand bo'laman. Chunki o'zlari ham ota-ona bo'lib mana shunday baxtli kunlarni ko'rish men uchun baxt. O'sha katta o'g'lim har doim yonimda, hamma narsaga maslahatlashamiz. Ona, siz 100 ga kirganingizda men 80 ga kirsam, ikkalamizga bitta protest ish bo'ladi ona. Almashib go'shib o'tiramiz deb endi hazil tariqasida aytadi. Yonboshlab ko'k choy ichamiz deb niyat qiladi-da, endi bir chiroyli bir hazil, har doim hazil qilib yuradi menga. Siz 100 ga kirsangiz, men 80 ga kirgan bir chol bo'laman. Ikkalamizga bitta protest ish yetadi ona deb. Ona tishingizni berib turing deb qo'yadi-da. Lekin hali u o'zini bola deb hisoblaydi. Navarali bo'lish hali, chunki bolalari hali yosh. Hali o'ylab ko'rgan yo'q menimcha. Hayotda har kunga o'zimga o'zim agar beradigan maslahatim bo'lsa, bu dunyodan shunday o'tib ketmaslik. Yaxshi ona, yaxshi buvi, yaxshi ayol bo'lib o'zimdan iz qoldirish. Mana shuning uchun harakat qilib kelaman. Har kuni o'zimga yana ham nimalarnidir izlanib oldimga maqsad qo'yaman. O'tirib qolmaslik. Mayli, balkim deyman 70-80 ga kirsam ham ana shunday nimalarnidir plan qilib yuradigan kampir bo'lay deb o'zimga endi o'zim maqsad qo'yaman. Lekin maslahat bera olmayman o'zimga o'zim. Chunki birovlar maslahat so'raydi, birovga bera olaman, o'zimga o'zim maslahat bera olmayman. Chunki men hayot davomida ancha-muncha ayol kishini anaqa qilib tashlaydigan darajada qiyinchilikni ko'rganman. O'shaning uchun har bir oldimga qo'yilayotgan ishlarimni ham o'sha o'zimni qiyinchiliklarni ko'rganligimdan olib taqqoslayman-da men. Mana qaranglar, biz bu zamonda bunaqa qilardik, hozir bunaqamiz. O'shani uyg'unlashtirib bularga men ko'rsatib kelaman. Qiyinchiliklarni ham ko'rsatib kelaman bularga. Och qolish, hattoki bo'ladi-yu, mana shunaqa vaziyatlarimiz bo'lgan. 5 kun bolalarim bilan nonsiz qolib ketganmiz.
qanaqa vaziyatlarda suprani qoqib, bo'g'irsoqlargacha pishirib berib, men bolalarim endi shunaqa davr bo'lganki, bularga men shunaqa narsani ko'rsataman. Mana unda qaranglar, zapas turibdi. Yo'q deb o'ylanglar, lekin biz shu yo'g'ini ko'rganmiz. Jo'xorini unini yeganmiz. Qotib qoladi, xabrini qilsangiz, yeb bo'lmaydi. Hozir yeb ko'ring, o'sha jo'xorini, qattiq nonini oshqozon, yumshoq nonga hozir odamlarning oshqozoni og'riyapti. Biz qattiq jo'xori non yeganmiz. Hozir bularga ko'p mana shu narsani taqqoslayman. Yo'q, shunaqa bo'lganmi buvijon deb mendan eshitadi. Har kuni qisman ozgina qiyinchiliklarni gapirib berib o'taman. Ha deb yaxshi narsani ko'ravermasin. O'sha qiyinchiliklar bilan aralashtirib yaxshi hayotni ko'rsatib boraversangiz, bolada ertangi kunda oldida qiyinchilik bo'lib qolsa, qoqilib yoki shoshib qolmasligi uchun ozgina o'sha kunlardan gapirib beraman. Mayli, ertaga aytib bermasdirman, lekin o'sha o'tgan kunlarimdan gapirib beraman. Eng yoqtirmaydigan so'zingiz? Yo'q so'zni yoqtirmayman. Bilmayman degan gapni yoqtirmayman. Eng ko'p ishlatadigan so'zingiz? Deyarkanmanda hamma endi menga yozadi-da, kommentariylardan ko'rib aytgandirsiz. Nargiz opa, deb gap boshlaysiz, bizga rosa yoqadi deydi. Endi bilmadim, men shunaqa shaddat qiz bo'lganman. Nima bo'lsa, deb turib ketadigan odatim bo'lgan. Shuning uchun qolib ketgan mana shu narsa. Men buni qilaman, bu menga gapmi? Bilmagan narsamni, masalan, kelinlarimni ham shu tayyorlayman-da, navaralarimni ham tayyorlayman. Bilmayman degan so'zni ishlatmanglar deyman. Hayot davomida bilmayman degan, hamma narsani bilmasang ham qilib ko'r, mayli. Yoqmasa musorga tashlab yuboraman. O'xshamasam tashlab yuboramiz, mayli, lekin bir marta bo'lsa ham urinib ko'r. O'shani bilmayman emas, bilishga harakat qilish kerak. 3 ta farzandim mana shunaqa. Hamma narsani uddasidan chiqadigan. Chunki juda ham qattiq qo'l bo'lganman. Endi xudo xolasa bilmadim, navaralarni ham. Har bir insonning o'ziga yarasha, har bir zamonga yarasha tashvishi bo'ladi. Hozirgi kunda, hozirgi paytda, hozirgi daqiqada sizni tashvishingiz nima? Hozirgi kunda tashvishim shuni kitoblarda aytadigan qilaylik. Shuni bilmayman, qachonlardir o'sha sirni yuragimda saqlab yuribman. Hech kimga ochmayman. Kitobda ochaman o'sha gapni. Bo'ladi, hammani ichida bir o'ziga yarasha armoni, qiyin vaziyati, yecha olmaydigan o'sha bir narsalarni yecha olmaysiz, kuchingiz yetmaydi. Shuncha urinsangiz ham kuchingiz yetsa, vaziyat to'g'ri kelmaydigan holat bo'ladi. O'sha narsani ustida ishlab kelyapman hozirgi kunda. Agar shu narsani yengib chiqsam men kitobda aytaman. Siz qachon bolalikdan chiqdingiz? Bolalikdan 5-6 sinfligimdan chiqib ketganman. Shu bolalikdan. Farzandlaringiz qachon katta odam bo'lib ulg'ayishdi? 12 yoshidan. Bekorga katta odam demadim. Har bir ochilmagan qaralarsiz ko'p hali. 12 yoshidan hunar o'rgatdim. O'zimni shaxsiy salonim bo'lardi. Endi qishloq sharoitida xo'p mayli. O'g'lim Bahodir 12 yosh, 10 yosh bo'lsa ham qosh terib, sochlarini jingalak qilib menga prichoskaga tayyorlab berardi. Chunki 30 ta, 20 ta ayolni, qizlarni bitiruv kechaga tayyorlashim kerak. Bitta menman o'sha qishloqda parikmaxir menman. O'sha jarayonda men 12 yoshidan o'g'limni tayyorlaganman. Menga polni sochlarini qilib tayyorlab berardi. Keyin ikkita ukasini asta-asta tayyorlab boshladim. Shuning uchun 12 yoshidan hunarga berdim. 12 yoshdan bilan maktabdan qolib ketdi. Bittasi 14, bittasi 12 yosh. O'qimadi. Lekin hozir ingliz tilini bezaksent gapiradi. Bular ham men bilan birga o'z ustida ishladi. Qo'lidan kitob tushmadi. Ikkinchi o'g'lim 14 yosh, kichkinam 12 yoshidan bizlar Moskvaga ishlashga ketdik. Bahodir ikkovimiz bitta salonda ishladik. Bahodir 15 yoshida ishga kirgizganman. Ruscha bilmaymiz ikkalamiz ham, lekin hunarimiz zo'rligidan yutib chiqdik o'sha salonda. 5 yil ishladik. Ikkita o'g'lim uyda kechki ovqatlarni qilib, uylarni yig'ishtirib, shu ishlar bilan shug'ullanib turardi.
mana shu ozmi ko'pmi xalq mana shu nevaralarim bilan birinchi 12 ta viloyatni ko'rsatdim. Ko'rsatganda ham shunday ko'rsatmadimda, har bir joyga tarixiy joylarni men tushuntirib borishga harakat qildim. Hozir so'rasangiz Buxoro, Xorazm haqida hamma narsa biladi-da. Keyin chet davlatlarni, pul birliklarini, chet davlatlarni qaysi davlatga o'tsak, ularni gaplashishlarini ko'rsatib, bu bilan maqsadim nima? Hamma tilni bilinglar, qo'ldan kelguncha nechta bo'lsa ham til, mana ko'rdilaringmi? Kerak bo'larmikan degan maqsadda qo'yaman, o'rgataman. Bu sayohatlarimiz bizga ko'p narsa beryapti. Bularni ongi yaxshi shakllanyapti. Endi ko'plar aytadi, bolalarni qiynab mashinada yo'q, bizlar qiyin. O'sha endi qiyin degan narsa nima? Biz uchun qiyin emas. Chunki men navaralarim 1 yoshidan men bilan yurib o'rganganda. Endi hozir kelajakda o'zimiz oldimizga maqsad qo'yapmiz. Bujon, u ham bo'lsa, men bu Muhammad Ali televizorda ko'rib qopdi, kichkina navaram, bizga ham domna koliso oling dedi. De o'yladim, bizni O'zbekistonda yo'q bu mashina, bilasiz. Aytdim, ha, buni ham bitta orzulardan bittasiga qo'shib qo'ydik. Xudo xolisa, domna koliso olsam, boring ana 30 ta bo'lmaydimi navaram? 40 ta bo'lmaydimi? Qo'limdan kelguncha, ko'zim nuri yetguncha mashinani o'zim haydab, navaralarim bilan sayohatda yurish meni maqsadim. Mana shu O'zbekistonimizni bolajon xalqligini elga ko'rsataman, xudo xolisa. Menga qo'shilib juda ko'p ayollar biz ham navarlar bilan sayohatga chiqyapmiz deganiga juda xursand bo'ldim. Balkim ertaga mendan ham ko'p navarasi borlar sayohatga chiqar. Menga ko'proq savollar, qanday sizni mana shu navaralarga asablaringiz chidaydi deydi-da. Men o'zim hayron qolaman. Bolammi bolasi. Chaqaloqligidan meni qo'ynimda katta bo'lgan. Qanaqa qilib men uni qilig'iga chidamasligim mumkin? O'zim shunchalik bularni bir qolipga solib kelyapmanki, chidashim ham oson bo'lyapti. Chunki chidamaydigan narsa bo'lmayapti. Hamma aytganimni vaqtida qiladi. Ertalab tur desam turadi. Joylarni o'zlari yig'ishtiradi. Choynik piyolarni o'zlari aytmasimdan o'zi oshxonada choynik piyolarni o'zlari ikkita katta qiz yuvib tayyorlaydi choyga. Men nimasiga asab buzaman? Chunki yoshligidan mana shu novdani o'zingiz to'g'ri yo'lga boshlasangiz, sizni asabingiz buzilmaydi. Shu savolni ko'p beradi. Bizlar chidamaymiz. Bitta navaraga dod devoramiz. Siz qanaqa qilib 6 ta navaraga chidaysiz deydi. Balkim yoshligimda qo'g'irchoq o'ynamaganimdanmi, bular bilan juda ham yaxshi kelishamiz-da. Hamma aytganimda bular qiladi. Men bularni qarangda, bir magazindan bir yosh bolani ko'rsangiz yig'laydi, bir narsa olib ber deb onasiga xarxasha qiladi. Bularda bu narsa yo'q. Hech qachon buni olib bering demagan. Bular ham bola, so'rashi mumkin, yig'lashi mumkin. Yo'q, bularda shunaqa narsa shakllangan. Magazinga hammasini olib kiraman. Korzinkaga hech narsaga teginmaydi. Hammasi bir-biriga qarab, bu o'zlari bilib olib beradi deydi. Rostdan ham men sezaman qaysiga nima kerak, qaysi shirinlikni qaysi yaxshi ko'radi. Me'yorni men har doim aytganimdek ushlayman. O'rta me'yorda qilib hamma narsani olib beraman. Kiyimlarigacha ham men o'zim bilib kiygizaman. Shu narsaga qanoat qilib kelyapti. Bolalarim qanoat qilib kelgan, navaralarim ham qanoat qilib kelyapti. O'sha qanoat qilishda ham gap katta. 3 oylik bolachaga ham qarasangiz, yig'lab yotgan bolaga ham qarasangiz, o'zini aytganini qildirmoqchi bo'ladi-da o'sha bola ham. Qo'lingizga olsangiz jim bo'lib qoladi. Yerga qo'ysangiz yana yig'laydi. O'zi sizni o'rganadi u bola. Men raddomdan kelgandan shu beshikka boylayman. Qarshiliklarga qaramayman. Doktorlar ham aytadi, beshikka boylamagin. Kelinlarim ham bir aytib ko'rganda, yo'q, hali boylamaylik, kindiga tushsin. Yo'q, kelgandan boylayman, tebratmagin. Bo'ldi. Bola o'sha narsaga o'rganadi. Qorni och bo'lsa yig'laydimi? Sut berasiz, yana uxlaydi. O'sha beshikdan siz tarbiya qilib kelarkansiz bolani, siz ota-ona o'zi aybdor bo'ladi. Yomon qilib o'stirish, yaxshi qilib o'stirish sizga bog'liq. O'sha bolani qanchalik ko'ngliga qarab, "Ma, telefon, jim o'tirsang bo'ldi." Ma, hozirgi kunda hammani qo'lida telefon. Ota-ona ham Instagramda
lekin bolaga telefon berib qo'yadi, jim o'tirsa bo'ldi. Lekin u bola nima ko'ryapti, uni miyasida nima shakllanyapti, uni ko'z tomirchalari hali kichkina, ertaga 5-6 yildan keyin ochki taqishi mumkin, u narsani hech kim qiziqmayapti-da. Lekin mana men shunchalik harakat qilaman, umuman telefonga qo'liga ushlab qolsa ham, meni ko'rib qolsa shu telefon sinsa otib yuboradi. Buvim ko'rib qo'ydi. Nima uchun? Buvisi xafa bo'lishidan qo'rqadi bular. Buvimni xafa qilib qo'ymay deb mana shu narsadan qo'rqadi. Agar telefon ushlaganini ko'rsam, o'zimni xafa bo'lganga solaman. Mayli qizim, men aytganim qilmayapsan-a deyman, bularning vijdoni qiynaladi. Shularda ham minchagina bo'lsa ham vijdon bor-da. Harakat qiladi, bo'ldi buvijon, boshqa qo'limga telefon ushlamayman. Ko'ryapsizmi? Mana o'zimiz aybdormiz-da. Agar beraversangiz telefonni, bola уже har kuni oldiga yaxshi narsani sizga qo'yadi, qilishga majbur bo'lib qolasiz. Javob bo'lmasa yig'lab ko'radi. Keyin katta bo'lgandan keyin bitta arqonni olib molxonaga qarab ketaveradi yoshlarimiz. Ha desa aytganini qildirmoqchi bo'ladi. Mana o'zimiz nima qilib o'stiramiz bolalarni. Endi bularni urishib, qattiq ham urishmayman. Me'yordan oshirib bularni erkalatmayman hamda. Jahlim chiqsa, lekin bular уже meni qog'imdan biladi-da. Kerak emasmi, qilish kerak emasmi, уже bo'ldi, bitta qarayman, tushunadi. Urishga ham hojat qolmaydi. Agar urishish kerak bo'lsa, bittasini jazolayman, qolganini oldiga tikka turg'izib qo'yaman. Mana shu qilgan ishni qilmanglar. Singillarim kuladi-da, sen voобще tarbiya soat o'tib borasan bularga deb. Mana shu qilgan xatoni qolganini qilmasin deb maqsadda qo'yib qo'yaman-da, buni jonini achitib gapiraman. Uzoqdan aylantirib kelaman. Ertangi kunda, kelajakda mana shunday bo'lishing mumkin. Senga shu holat yoqadimi? Shunaqa shakllantirib beraman, ko'zdan yosh chiqib ketadi-da. Yo'q, men unaqa odam bo'lishni xohlamayman, buvijon deb yig'lavoradi. Keyin qolganlarichi 3-4 kungacha bir-biriga qarasam picha qilib, men opachamga o'xshashni xohlamayman yoki bo'lmasa opacham qilgan ishni xohlamayman. Qarang-da, bular o'zlaridan xulosa chiqaryapti bir-biridan. Men o'sha bittasini urishdimmi? Ko'rsatib, o'rnak qilib, mana shu qilgan ishni qilmanglar degan maqsadda ko'rsataman. Bular o'shani muhokama qiladi. Bularda ham muhokama bor. Bolalarim yoshligida shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bahodirim 15 yosh edi. Ikkinchi o'g'lim 13 yosh. Kichkinam 12 yosh edi. Hammamiz Rossiyaga ketganmiz. Bahodir 15 yosh bo'lishiga qaramasdan biz ikkalamiz ham til bilmas edik. Salonga ishga kirdik. Men mujskoy soch olishni bilmas edim, erkaklarning soch olishini bilmas edim, lekin ayollarning sochini zo'r qilaman. O'g'lim hech narsa bilmaydi. Pensionerlarni o'g'limga o'tkazdirardik. Buzib qo'ysa ham pensionerlarga skidka bor edi. Tekin. O'shandan foydalanib men o'g'limga o'rgatardim. Men endi o'sha mujskoyni qo'ldan kelguncha buzib bo'lsa ham o'rgandik. Bir 3 oy 4 oyda ikkalamiz ham o'rgandik, lekin umuman rus tilini bilmaymiz. O'g'limni bir kun bittasi shunaqa so'kdi, sochini buzib qo'ygan uchun. O'g'lim tushunmagandan rahmat deb turibdi-da. Tushunmaydi ruschani. Hozir mana hammasi til biladi. Ikkita o'g'lim maktabga bormas edi, uyning ishlarini qilib o'tirardi. Shu darajada menga yordam bergan bolalarim biz ishdan borgunimizcha chuchvaralar tugib qo'yardi. Bittasi uylarni yig'ishtirib, kirlarni yuvib, meni xursand qilish maqsadida hamma ishlarni chiroyli qilib, uylarni tozalab, shu narsalar ham kerak bo'lar ekan, hayot davomida musofir bo'lishligi bor ekan. Mana hozirgi kunda asqotyapti-da. Bir kun shunaqa ko'chadan, derazadan birov baqirib yig'layapti. Ikkala o'g'lim samokat o'tishga chiqib ketgandi. Unda kichkina edi Rossiyada. Shunaqa birov baqiryapti. U ovozni men tanimayapman, chunki unaqa ovozda baqirmagan. Domni atrofida aylanib yig'lab baqiryapti. Xuddi birovni so'yadiganday. Keyin shunday chiqsak, ikkala o'g'limni milisalar qo'yib yuribdi endi Rossiyada. Bilasizlar, dokumenti yo'qlarni. Dokumentimiz ham bo'lmagan o'sha payti. Ikkala bolam uyga kirsam, onam bilan dadamni, ukam ana qara ushlaydi meni deb
uyga kirmaslikni maqsadida bizni dokumentimiz yo'qligini bilib, bolalarim ko'chada baqirib yig'lagan. Shu domni aylangan ikkalasi. Shu ikkalamiz chiqdik xo'jayinim bilan, bu nima ahvol? Bolani yuragini yorib deb anaqa qilganimizda, xo'p, biz yomonligimiz yo'q. Bular bizni ko'rib qochdi. Nimaga qochganligini bilmadik, jinoyatchidir deb quvaladik dedi. Qarang-da, shu militsiyani ko'rib uyga olib kirmaslikni qilib, shunaqa qochgan. Qo'rqqanmi dokumentimiz yo'qligidan. Shuning uchun masalan chet davlatda yurganda dokument masalasida va mana shu militsiyalardan qo'rqish anaqalari bo'lmasligi uchun ham mana shu navarlarimga hozir chetlarga olib chiqib, o'zlarini chegaradan o'tayotganda o'zlariga pasport beraman. O'zlari suhbatdan o'tadi. O'zlari mana bu Face ID'dan o'tadi-da. Birinchisida qo'rqdi, bu deb ozgina orqaga qaytdi, lekin hozir ko'rsangiz o'tadi. Lekin o'sha paytda meni bolalarim birinchi marta chetga chiqishi bo'lgan, unaqa narsalar bo'lmagan. Militsiyani ko'rsa qoch degan narsa bo'lganda. Bizlar shu dokumentimiz yo'q, bolam chiqmagin ko'chaga. Olib ketib qoladi, bizni qamab qo'yadi deb o'sha narsani singdirganmiz. Bolani qo'rqitganmizmi? O'sha narsa bo'lmasligi uchun, qo'rqmasligi uchun, hamma narsada o'ziga ishonch bo'lishligi uchun men hozir navaralarimni o'sha qilgan xatolarimni to'g'rilab kelyapman. Meni o'rnim 80%. Shunaqa talabchan onaman. Endi vaqti kelganda aytaman, qarangda 4 ta farzandi bo'lsa ham hozir o'g'limni bir noo'rin ish qilsa, o'g'lim uyga kir deyman. Plasmassa vishilka bor hammani uyida. Ana o'sha sinmagancha uraman. 4 ta farzandi bor. Qilmasin o'sha xatoni. Lekin hozir mana chetda yurgan bolalarim ham onajon sizga rahmat. Men qatori bolalar hali yo'lini topolmayapti. Bizlar shu darajagacha yetdik deb rahmat etgandan keyin o'zimni ko'nglim sal xotirjam bo'ladi. Bekor qilmagan ekanman. Shunchalik mendan bular qo'rqqan. Chunki mana shu qishloqdagi o'sha qiyin vaziyatimdan shaharga olib kelib, bularni yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun, bir mehnatni, bir hunarni boshini ushlashligi uchun ayol boshim bilan juda qattiq turganman va bu narsalarga erishib, endi to'g'ri qilganligimni his qilaman-da endi. Yaxshi ham shunday qilgan ekanman. Bolalarimni yaxshi ham qattiq ushlagan ekanman. Hech qachon ko'nglidagi so'ragan narsani olib bermaganman. Sut so'rasa qatiq bergan ayolman. O'sha aytgan narsani hech qachon olib bermaganman. Mana hozir hammani farzandi nimadir so'rasa olib berishga harakat qiladi. O'ylaydi-ku, men yaxshilik qilyapman farzandimga deydi. Yo'q, u farzandda kundan kunga so'rash, o'zini xohishini qo'yish, uni tez yetishadigan, orzulariga tez yetishadigan, qiyinchiliklarsiz yetishadigan narsaga yo'l ochib berayotganligini his qilmaydi ona. Yordam beryapman, men yaxshi qilyapman, bolalarimni bekami ko'z katta qilaman deb o'ylaydi-da. Yo'q. Ertaga ota-ona o'tib ketgandan keyin farzand qiynaladi. Hunari yo'qligidan, qiyinchilik ko'rmaganligidan, farzandlarni boqolmayotgandan, farzandlariga nimadir berolmayotgandan juda ham qiynaladi. Shuning uchun farzandlarni yoshligidan so'ragan narsasini hech qachon olib berish kerak emas. Mayli olib bering. 2 kun o'tib o'shanga o'xshash narsani olib bering. Nima uchun? Bolada armon qolmasligi uchun meni o'sha narsani emas, o'xshash narsani olib bering. Mashina so'rasa, men boshqa bir o'yinchoq olib berganman. Uni ham bir 2 kun 3 kundan keyin o'sha so'ramay qo'yadi-da. Men onamga o'shani aytdim, olib bermadi. O'sha foydasi yo'q onamga aytishi. Onam o'zi bilib olib beradi degan narsa ham shakllanib keladi. Shuning uchun bilmadim, bolalarimda hech o'zimnikini qo'ydim, qiynalmadim. Hozirgacha ham hattoki ko'plar mana shu yurishimga, sayohat qilib yurishimga bolalaringizni pulini sovurganini uyalmaysizmi? Qarang, berayotgansiz. Men uyalmadim-ku, bolalarimni o'sha tarbiyani qattiq ushlab shu darajaga yetguncha men uyalmadim. Nimaga uyalmadim? Noinsof ona bo'lib qolmaslikdan uyalmadim.
Masalan, hammani onasi olib berayotgan narsani men olib bermadim. Xohishga chegara qo'ydim. Mana shu darajaga yetguncha men ularni jonimdan o'tsa ham, men ichim achsa ham bolalarimga o'zimni kuchli ayol qilib ko'rsata oldim bolalarim oldida. Bolalarim o'sha narsani ko'rib shakllandi. Nima uchun endi men bolalarim qo'lidan hunar kelib 12 yoshidan ishladida hozir manaman degan sartarosh bo'lib yaxshi pul topganda nima uchun men bolalarimning pulini ishlatmas ekanman, mazza qilib ishlataman. Bu meni mehnatimning mevasi. Qiling, siz ham qiling. Hamma onalar qilsin. Yoshligidan mana shu bolalarga hunar o'rgatsin. Farzandlarni to'g'ri yo'lga boshqarsin. Halolingiz bo'lsin. Qaraganda mazza qilib shularni topganini yeb huzurni ko'rib o'tiring. Men shunday deb o'ylayman. Mana shu ota-onaning vazifasi. Nima uchun o'rganman? Mana shu o'rgan degan, men uchala o'g'limni ham ayb ish qilsa, o'sha plastmassa vishilka bilan o'rganman. Mani o'rganim hech narsa emas. Bir jinoyat ish qilib qo'yib, ana urishayotgani orqasida tayoq yesa, onani ichi tamom bo'ladi. Undan mendan tayoq yeb qo'ya qolsin. O'sha ishni qilmasin, o'sha jinoyatni qilib qo'ymasin. Men vaqtida qaytaray. Agar siz xohlagan narsasini olib bersangiz, u ertangi kunda nimadir jinoyatga kirib qolsa, o'sha rishayotgani orqasida onam menga yaxshi tarbiya bermagan deydi. Onam meni ko'nglimdagi narsani olib bergan, rahmat onamga demaydi. Onam meni qaytarganida men shu yerda o'tirmagan bo'lardim deydi. Shuning uchun men bolalarim qattiq qo'llik qilganimga o'zimga endi yetaman mayliga. Zato meni ichmaydi, chekmaydi, jinoyat ish qilmaydi. Uchalasi ham yaxshi kasbni egasi. Oilasini boqoladi. Qolavering, ana onasini shu darajada yurishiga yo'l qo'yib beradi. Onajon, xohlaganingizni kiying. Onajon, xohlagan mashinangizni mining. Bu meni mehnatimning mevasi. Tekis kelganmanda. Bemalol ayta olaman, meni bolalarim tekis kelgan. Mana hozirgi kunda ikkinchi o'g'lim ozgina meni xafa qilyapti. Unda ham bilmadim. Yana ham mo'jiza kutyapman. Chunki ko'p kitob o'qiydi. Boy bo'lish siri. Menga aytdi, onajon, men ayta olmayman sizga, baralla ayta olmayman. Sizni yaxshi ko'raman deya olmayman, faqat yoza olaman. Yaxshi ko'raman ona deb yozadi, bo'ldi, ayta olmaydi. Shunaqa sekretniy odam u. Balkim hozir men eshitdim, 2-3 ta biznes boshlab qo'ygan. Balkim menga katta surpriz qilar. Lekin men undan ozgina xafa bo'lib turibman, lekin yana ham mo'jiza kutyapman-da, nimadir ish qilyaptiki, meni onajon vaqt ko'rsatadi. Onajon sabr qilib turing deydi. Lekin bilmadim. O'zini bir rejasi bor. U o'g'lim rejasiz yurmaydi. Navaralarim bilan chiqmoqchi bo'lsam, 3 tadan ziyodiga bilet yo'q. Yoki kimdir qo'shilish kerak, kimgadir doverность berish. O'sha muammo bizni qiynab keladi. O'shaning uchun bularni olib keta olmayman, bittasini tashlab keta olmayman. Shartda keyin o'sha men Yulduz Usmonovaga o'xshatgani, men qo'rqmayman hech narsadan. Shartda o'rnimdan turib, turbar mashinaga reklamani qilibki, men o'zim mashinada ketaman dedimda. Hali oldinda qancha qiyinchilik, qancha yo'l borligini bilmasdan mana shu tavakkal qilishlarimni, yo'lda yarmida ham o'sha odamlar menga juda ham ko'plar to'maris ayolsiz. Shuncha yosh bola bilan qo'rqmay yo'lga chiqib ketdingiz. Siz Yulduz Usmonovaga o'xshaysiz, opa, sizga yetadimi yo'qmi bu narsani, biz sizni mana shuni o'xshatdik deganlar ham endi ko'p bo'ladi. Balkim shu Yulduz Usmonovaga havas qilganimdandir, balkim mana shu qo'shiqlarni eshitgandir, baribir mana shu qo'shiqlar ham ta'sir qiladi hayot davomida. G'amgin qo'shiq eshiting, g'amgin bo'lib qolasiz. Xursand bo'ladigan qo'shiq eshitsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Hurmatimiz cheksiz shu. Qaysi hayotingizdagi qaysi voqeaga yoki muhim bir insonga rahmat aytgan bo'lardingiz, kimga? Yana aylanib o'sha yomon xotiramga keladi-da, o'shalarga rahmat demoqchiman. Balkim bu turmush o'rtog'im hayotda o'zini o'rnini yo'qotgandir, lekin men o'z o'rnimni topishimga shu yomon holat ta'sir qildi. Shu yomon holatdan chiqib, men shu intildim. Kuchli ayol bo'lishga harakat qildim va bolalarimni ham mehnatkash qilib, hunarli qilib, hayotda o'zini o'rnini topadigan qilib tarbiya qildim. O'sha insonga rahmat deyman.
Xudodan eng ko'p farzandlarimga sog'lik, tinchlik va oqibat so'rayman. Aka-uka bir-biriga oqibatli bo'lib, meni ko'zim tirikligida oqibatli bo'lsa, mendan keyin nima qilsa qilaversin. 18 yoshli o'zingizga nima degan bo'lardingiz? Agar 18 yosh bo'lib qolganimda bunday qiynalmasdan ayol kishi shunchalik qiyinchiliklarga chidashga majbur emasligini isbotlaydigan kuchli ayol bo'lardim. Shart emas ekan. Tayoq yeb, hayotda qiynalib, qiyinchiliklarni bosib o'tib kuchli ayol bo'lgandan agar 18 yosh bo'lganimda hozir mana shu hozirgi qilayotgan mehnatlarimni qilayotgan bo'lardim. Endi balkim bordir hammani boshida har xil vaziyat, kimdir qiynaladi, kimdir qiynalmaydi. Endi ekran qarshisida aytadi, bu qiyinchiliklar nima bo'libdi deganlar ham bo'ladi. Lekin o'sha qiyinchiliklarga chidab ham yashayotgan ayollarimiz juda ko'p. Men ko'p qiyin ahvolda yashayotgan ayollarning oldiga borib ko'p suhbatlashaman. Mana shular ham yashayapti. Biz ham yashayapmiz shahar joylarda. Ularda hattoki gaz bormagan joylarda yashayapti. O'shalar ham ayol. Lekin o'shalar ham hozir o'shanday fikrlashi mumkin-ku, lekin nimadir yo'l qo'ymaydi. Bizning o'zbekchilikda uyat, or, sabr qilish, mana shu narsalar yo'l qo'ymaydi. Shu narsalardan mana qiynalib, toplanib kelarkanmiz. Hozirgi yoshlarimiz lekin mana shu siz bergan 18 yoshli hozir pul topishni ham biladi qizlar. Mana hozirgi ayollarimiz qiynalib ham o'tirmaydi. Maktabni bitirgandan bir kasb hunarni egallab, shuni ketidan yaxshi oila tebratishga ularni ongi ham hamma narsasi yetadi-da hozirgilarni. Yo'q, men bunaqa qiyinchilikda yashamayman deydi agar. Qishloqdan sovchi kelsin, yo'q, men bu sigir sog'ib yuramanmi? Fikrlashi hozir boshqacha hozirgilarning. Bizni davrimizda sabr bilan mana shu yaxshi kunga yetganlar bor, yetmay o'sha qiyinchilikda yashab o'tib ketganlar bor. Lekin hozirgilarni fikrlashi yaxshi. Bu fikrlashlarni men hurmat qilaman. Sirazi kuch topa oladi-da o'zida. Men yig'layman. Insonlarning oldida emas hech qachon. Shu yuragingiz to'lib ketadi, shunaqa holat bo'ladi, mashinamni minib chiqib ketaman-da. Tog'ni eng cho'qqisiga boraman, zominga boraman. Hech kim yo'q joyda shunaqa yig'layman, baqirib. Chunki tog'lar sizning dardingizni birovga aytmaydi, eshitadi, lekin aytmaydi. Bir insonga aytsangiz, u gap oxiri aylanib bir kun o'zingizga keladi. Shuning uchun hech qachon men insonlarga dardim aytmaganman. Yig'lagim kelgan vaqti mana shu tog'larga borib yig'layman. Keyin o'sha farzandlarim borligida shunday qilgan bo'lsam, hozir navaralarimni olamanda, shu sayohatga chiqib ketaman-da. Bular uxlaganda yig'lagim kelganda yig'layman. Baribir ayolmiz, yig'laymiz. O'tgan kunlarni o'ylayman. Men qiloldim, men eploldim degan narsani ko'proq o'ylayman. Men o'sha oldimga qo'ygan orzu, oldimga qo'ygan maqsadlarimga erisha olganimdan xursand bo'lib, mana shu qo'shiq eshitishni ham bir san'at deb bilaman-da men. Faqat aytish emas. Ko'p efirlarda sevgi haqida ham qo'shiqlar bo'ladi-yu, endi hamma xonandalarimiz me'yoriga yetkazib etolmaydi deb o'ylayman. Bor o'zi sanoqli mana shu Yulduz Usmonova Ozoda. Shularnikini mazza qilib eshitsam, yozadi-da, yoningizda o'g'lingiz bor, sevgi haqida qo'shiq eshitishga uyalmaysizmi? Qo'shiq eshitishning nima uyati bor? Agar uni zo'r qilib aytgan bo'lsa, men qo'shilib aytaman o'sha qo'shiq bilan. O'sha qo'shiq meni yuragimdan joy olsa, baqirib qo'shiq aytaman. Men o'g'illarimdan uyalmayman. O'shanda meni ichimdagi bor narsam to'kiladi. Bu ham bir san'at. Mana hozir shuncha yilga oldingi kunim bilan hozirgi kunimni qo'sha olmayman. Nimagaki ko'p kelgan savollar, bu ayolni yurishiga qiyinchilik ko'rmagan bu xotin deydi. Meni taniydigan odamlar
siz ko'rgan qiyinchilikni hech kim ko'rmagan. Shunaqa. O'shaning uchun ikkalasini aralashtirib bo'lmaydi.